Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biskvitni shunaqa baland bo'lib chiqishini ko'rsatgan videoyingizni aniq qilib tushuntirib bering deganlar uchun yana bitta video chiqardim. Birinchi o'chirda qolipimizni yasab oldik. Keyin 5 ta tuxumni tarozda 0 ga tushirib olib, ustidan 250 gram shakar solamiz. Ana shakarimni ham solib oldim. Ketidan muzdek suv 125 ml bo'lishi kerak. Bir piyola to'lar to'lmas bo'ladi. O'lchov qoshiqchasi yoki idishchasi bo'lmaganlarga. Keyingi etapimiz un solish bilan bo'ladi. Unimizdan 250 gram solamiz. Albatta bunda bizga tarozini o'rni juda ham katta. Tarozidan foydalanishingizni maslahat beraman. Shunda biskvitinglar birga bir o'xshab chiqadi. 250 gram solib oldim. Uni ketidan Avalex solamiz. Avalex bu pishivoy vazelin. Hamma konditerskiy do'konlarda, magazinlarda bo'ladi. Bundan 50 gram soldim. Kukuruznik kraxmal, kartoshka kraxmali emas, aynan makka jo'xori kraxmalidan 25 gram solamiz. Solib oldim. Undan keyin qiladigan ishimiz duxovkani 130 gradusga yoqib ko'rish. Hamma o'zini duxovkasini holatiga qarasin. Hamma masalliqlarimizni ko'pirtirib bir xil holatga keltirib olamiz. Oxirida shunaqa ko'pirtirish juda qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun planetarniy mikserdan foydalanishlarini maslahat beraman. Menda yo'q, shuning uchun ham shu mikserimdan foydalanaman. Qolipga solib oldim. Shunaqa massa bo'lib chiqadi. Chetlarini ko'tarib to'g'irlab duxovkaga sovoramiz. Shunda o'rtasi tekis bo'lib pishadi. Bir soat davomida duxovkani umuman ochmaymiz. O'zi tayyor bo'lganda biskvit hidi chiqishni boshlaydi. Sekin ochib cho'p tiqib tekshirib olamiz pishgan yoki pishmaganini. To'mpargan holatda 1 soatga sovutga qo'yamiz muzliroq joyga. Folga bilan ishlasanglar hech qachon biskvitinglar tega olmaydi yoki bo'lmasam kuyib ketmaydi. Beshta tuxumdan shunaqangi baland bo'lib chiqdi. Qolipim razmeri 20 diametr edi. Hammaga rahmat.